Ulamo va da'vatchilarning jamiyatdagi roli. Doktor İsmail Ali Muhammad. Tarjima qiluvchi Nazira Abdusattor. Haqiqatan ulamolarning va Allohga da'vat qiluvchilarning musulmonlar orasidagi qarindoshlikni mustahkamlash va yo'liga to'salg'i bo'ladigan, kuchini ojizlatadigan omillarni tugatishda cho'ng roli bor. Ana shular o'zgartish va isloh qilishda payg'ambarlarning varislaridir. Ular har doim hidoyat mash'alchilaridir. Va'z tabligh qilish, nasihat va ko'rsatma berish, shundaqla kishilarni Alloh yo'liga boshlash orqali xalqni ozg'unlik va halokatdan omon-esanlikka chiqarg'uvchilardir. Ulamo va da'vatchilar bu masalalarda tuvandagi mas'uliyatlarni o'z ustiga olishi lozim. 1. Musulmonlarga nasihat qilishi, xususan islomiy qarindoshlikning ahamiyati va uning islomdagi o'rnini bayon qilishi. Bu ishning muhimligi va zaruriyatini ta'kidlashi. Uning ummatdagi shaxsiy va ijtimoiy ta'sirlarini bildirish bilan birga, ularga qarindoshlikqa mahkam esilish, uning atrofida uyushishni butun kuchi bilan aslatishi va uning sal qarashdan, haqlarni zoya qilib yetishdan ogohlantirish kerakdir. Ulamolar avom xalqqa ulgu bo'lish uchun o'zidan boshlab islomiy qarindoshlik munosabatlarini kuchaytirish va islomiy hamkorlik barpo qilishga tirishchilik ko'rsatishi lozim. Chunki bugungi kunimizda qarindoshlik tugallarining bo'shab ketishi va musulmonlar orasidagi yaqinlikning ojizlashishi sababli musulmonlarning qiyinchiliklari eshib, shaxsiy va ijtimoiy shaklda boshqalardan tuvan alg'a tushib qelyapti. Bundaq bir holatda musulmonlar o'zlarini qorishib olgan fitna fasodlarni bo'sib chiqish uchun diniy qarindoshlik asosida qurilgan islomiy birlikka naqadar ehtiyojliq. 2. Ulamolar va da'vatchilarning to'g'ri bo'lgan dindorlikni kuchlantirishga harakat qilishi ularning mas'uliyatlarining qatoridandir. Chunki bu ish islomiy qarindoshlikning gullanishiga xizmat qiladi. Diniy ahkomlar dinga mahkam agishadigan, diniy ko'rsatmalarga chin esladigan mu'minlarning ruhida qarindoshlik munosabatini kuchaytirdi. Agar musulmonlarda dindorlik ruhi kuchaygan bo'lsa edi, qarindoshlik ruhi gullangan, orasidagi tayanch mustahkamlangan bo'ladi. Ilgari deb o'tganimizdek, xilma-xil islomiy qonun ko'rsatmalarining musulmonlar orasida hamkorlik, qarindoshlik va birlik barpo qilishda cho'ng roli va kuchli ta'siri bor. Jamoliddin Afg'oniyning muni so'zlari nima degan to'g'ri aytilgan. Agar musulmonlarning e'tiqodiga boshqalar daxl qilmasa, musulmonlar amal qilguvchi ulamolarning ko'ngil bo'lishi bilan ruhlari o'zaro uchrashib, birlashib ketgan bo'ladi. 3. Ulamolar va da'vatchilar umidsizlik tumanlarini tarqatib etishi va ummatimizning ayrimchilik, chechilang'ulik, ojizlik va orqada qilishdan kelib chiqqan bu holatni bo'sib o'tib, avlodlarning ruhida umid uchqunlarini yiqish kerak. Buning bilan birga dunyodagi butkul musulmonlarga qarindoshlik soyasida birlashib, Alloh taolaning arg'amchisiga mahkam eslashining hozirgi zamonda mumkin bo'ladigan ish ekanligini bildirishi. Musulmonlarning rahbarlik maydoniga qaytib kelib, dunyodagi boshlamchilik o'rniga qaytadan o'ltirishining imkonsiz emasligidek bir haqiqatni ummatga tarqatish kerak. Chunki islom dunyosida tong etib, yo'riqlik ko'rinishga boshlaganlikning ro'shan alomatlari bor. Allohning irodasi bilan at quyosh parlab, butkul koinotni nurga cho'mdirdi. Shunlashqa islomiy birlikning boshlanganida kuchli holatiga qaytadiganligidan va uning musulmonlarni mayli sharq va g'arbda bo'lsin va yoki islom uchun o'rin bo'lmagan barliq yerlarda bo'lsin dastur oladigan bir ummat qiladiganligiga shaksiz ishonishimiz kerak. Haqiqatan islomiy jamoatning shakllanishi payg'ambar alayhissalomning va uningdan keyingi roshid xalifalarning davridagidek hamda butkul musulmonlarga hukm qilgan podshohlarning mayli ular Qur'on sunnatga uyg'un hukm qilgan bo'lsin va yoki ozdir ko'pdir prinsiplarga xiloflik qilgan bo'lsin, shularning davridagidek insoniyat uchun yaxshilik manbasi bo'ladi. 4. Ulamolar va da'vatchilar musulmonlarning qarindoshligini kuchaytirishda va ularning diniy asosda birlikka kelishida putlukashang bo'layotgan fikriy va madaniy to'salg'ularni yo'qotish uchun qalam va til orqali kurash qilish kerak. Adabiy arab tilini tashlab, arab shivasiga almashtirish va uni arab adabiy tilining o'rniga dastishtishga o'rinishga o'xshash islomiy qarindoshlik prinsipiga qarshi turadigan, musulmonlarning ruhiyati va realligiga ta'sir ko'rsatadigan buzg'unchi va ozg'un chaqiriqlarning saxtaliklarini bayqab chora ko'rish kerak.
tarafbozlikqa o'xshash musulmonlar orasida bo'linish va chiqisholmaslik omillari va sabablarini ba'zi dushmanlarimiz paydo qilsa, ba'zida o'zimiz paydo qiladigan to'solg'ularni yo'qotishi va ularga qarshi harakat qilishi lozimdir. 5. Ulamolar va da'vatchilar islomiy qarindoshlik prinsipini kuchaytirish uchun uning ummat ichidagi ahamiyati va zaruriyatiga dalil ko'rsatganda, musulmonlar uchrayotgan hodisalar va dushmanlar tarafidan beshiq kelayotgan musibatlarni kun tartibga akilishi lozim. Bo'libmi, urush zimini Falastinda musulmonlar xristianlarning qo'llashi bilan yahudiylar tarafidan odam o'ldirish, uylarni vayron qilish va musulmonlar turayotgan uylarni portlatish, munbat ziminlarni halok qilib etish, hammani buzib chechish, texi qasddan sabiy bolalarni o'ldirish, iffat nomuslarini dafsanda qilishdan iborat eng qabih azob uqubatga duchor bo'lyapti. Bularning hammasi madaniy dunyoning anglab ko'rishi bilan va bugungi kunda Amerika boshchiligidagi atalmish xalqaro tashkilotlarning bilib turishi bilan bo'lyapti. Bu ish Falastindagi musulmonlar bilan tugab qolmaydi. Balki Kashmirdagi musulmonlar Hindistondagi qaliq cho'qinuvchilar tarafidan, shuningdek Filippindagi musulmonlar xristianlar tarafidan, Checheniyadagi musulmonlar ruslar tarafidan zulm uchrayotdi. Mushularning hammasi bo'layotgan turg'uliq musulmonlar go'yoki bu dunyoda yo'qdek sukut qilishmoqda. Shunlashqa biz ulamolar va da'vatchilar dunyoning har qaysi yerlarida musulmonlar duch kelayotgan musibatlarni butkul musulmonlarga bildirishimiz va musulmonlarning tuguni yeshilib, qarindoshligi yo'qolgan yoki ozroq yo'qolgan, islomiy birlik mavjud bo'lmagan va orasidagi yaqinlikning reallikka ta'sir qilmagan chog'da bu musibatlarning yuz berganligini aniq uqtirishimiz lozim. Bugungi kunimizda islomning mast qilingan badanni parchalash davomlashyapti. Bu musulmonlar orasidagi qarindoshlik va moslashishning yo'qolib ketayotganligining eng cho'ng ta'sirlaridandir. Alloh taolo mundaq deydi: Kofirlar bir-birining qoyoshidir. Agar bu yuqoridagi hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalaymaqonchilik tug'iladi. Sura Anfal 73-oyat. İslomiy qarindoshlikning musulmonlar hayotida foyda manfaatlik bo'lishi, g'albiga erishishning va olamlarning parvardigori Allohni rozi qilishning yo'li bo'lishi uchun musulmonlar orasidagi qarindoshlik tuyg'ularini uyg'otishda va ularni islomiy qarindoshlikni amaliylashtirishga va haq-huquqlarini ijro qilishga undashda bu cho'ng masalalarni kun tartibga olib kelish lozim. 6. Ummatning ulamo da'vatchilari islomiy qarindoshlikni amalga oshirishda va uni saqlab qolishda butkul musulmonlarga go'zal namunalarni sunish kerak. Buning bilan bir vaqtda musulmonlar orasidagi qarindoshlikni ojizlashtiradigan, ularning munosabati va qarindoshlikni yiriklashtiradigan ishlardan yiroq turishi lozim. To'limi afsus, hozirgi ba'zi ulamo va da'vatchilarning tarafbozlikning o'tini ulg'aytish va uni qaytadan paydo qilishga harakat qilish bilan islomiy qarindoshlikni vayron qilish va parchalashning ximiy turchi bo'layotganligini ko'ryapmiz. Bu ayrimchilik sababdan ko'plagan musulmonlarning sepida chechalang'uliq paydo bo'lyapti. Afsuski, bu ayrimchiliklar bilan tang o'ch adovat va dushmanlik agishib kelyapti. Bo'libmi ixtilof prinsipi va adablar yo'qolib ketyapti. Ba'zi ilm ahllarini ko'rdimki, tarafbozlik va ideyasidagi muxolifatlarga qarshi nachar axloq va adabsizlik qo'shilib ketgachga, bog'alli yerda tafriqchilik, guruhvozlik va dushmanlik urug'ini chechadi. Amaliyotda bu o'xshamaslik ilm ahllari bilan birlik kelmasin bo'ladigan masalalardagi ozg'ina fikr o'xshamasligidan iborat edi. 7. Ulamolar va da'vatchilar qarindoshlikni saqlab qolish, tayanchilarni chang'itish va uni musulmonlar orasida gullantirish uchun kitob va tadqiqotlarida, uchrashish va yig'inlarida musulmonlar orasidagi munosabatni jo'shqinlik bilan aktiv holda davom qildiradigan fikriy va ilmiy masalalarni tashabbus qilish lozim. Masalan, tuvandagi temalarga o'xshash islom ummati va uning tuzilmalari va shaxslarning orasini bog'laydigan munosabatlar, dunyodagi oz sonliq musulmonlar va ularning qiyinchiliklari, o'tmishi, hoziri va kelgusi ahvoli hamda boshqa musulmonlarning bularga nisbatan mas'uliyati, islomning va islomiy da'vatning xalqarolashishi, nazariya va tatbiqlash jihatdan islom xalifaligi, do'st dushmanlik, musulmonlar orasidagi g'alaba, birdaklik va hamkorlik, islom uyg'onish harakatiga yetakchilik qilish va bu harakatdagi bo'lgunchilik sabablarini yo'qotish, islomiy birlik, uning to'salg'ulari va amalga eshish omillaridan iborat musulmonlar orasidagi qarindoshlikni kuchaytiradigan masalalarning qarindoshlik ruhini uyg'otish, qarindoshlikni musulmonlar orasida amalga oshirish va ularning hayotidagi qarindoshlikning yo'qolib ketishining oldini olishdagi roli.
8. Ülemalar və dəvətçilər İslam dünyasının hər qaysı joylarida və G'arb dövlətlərdə İslami universitet, ilmi kurs, tədqiqat mərkəzləri və İslami dəvətə əlaqədar orqan cəmiyyətlər, G'arbdagi qonunluq təşkilatlar və İslami mərkəzlərə oxşaş ilim dəvət orqanları və cəmiyyətlər arasında özara uçurşish, aloqalashish və qarindoshlikni davomlashtirishga harakat qilishi lozim. İlim və dəvət əhlillərindən muş orqanlarga məsul kişilərning meyli u musulmonlar ayrim dövlət və Iroq qit'alardan bolsunmu, bu orqanlar arasidagi birlikni chingitadigan, har vaqt qarindoshlik hislarini uyg'otadigan ishlarda o'rtaq hamkorlik, ish faoliyatlarida birdaklik və manfaat almashtirish qatorliqlarga tashviq qilish lozim. Agar hozirgi davrimizda islom dunyosidagi hukumat doiralari ma'lum sabablar tufayli o'zaro aloqa, uchrashish va qarindoshlikni davomlashtirishdan ojiz kasimi, ilmiy organ jamiyatlar mayli qayada va qachon bo'lishidan qat'iy nazar musulmonlar orasida qarindoshlik barpo qilishda va ummat a'zolarining orasida qarindoshlik tuyg'ularini uyg'otish harakatini keng qanot yoydirishda ordim taldim demasdan haqiqiy aktiv roli bilan hassa qo'shishdan chekinmaydigan avangard holatini saqlab qolish kerak. Shak shubhisizki, dinning inson ruhida boshqa hech narsa o'rnini bosolmaydigan nufuzi bor. Mushu nuqtadan aytganda, diniy olimlarning va ilm da'vat organlarining kishilarning nazarida alohida imtiyozi bor. Shuning uchun, agar ular ixlosmand va yuksak g'oyalik bo'lgandila, musulmonlarni islomiy qarindoshlik bayrog'i ostida bir safga yig'ishda cho'ng rol o'ynay olishi va kuchli ta'sir qila olishi tamoman mumkin. Haqiqatan Sharq va G'arbdagi butkul musulmonlar ummatning Rabboniy ulamo va da'vatchilarining kamchilikini tuzatish va bo'shliqni to'ldirishda intayin ko'p narsalarni kutmoqda. Shubhisizki, ulamo va da'vatchilar ilm, da'vat va islohotda payg'ambarlarning varislaridir. Ularga Alloh barakat bersin. Tirishib xizmat qilib, Allohning irodasi bilan eng yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan. Alloh yaxshi ish qilguvchilarning ajrini zoya qilib o'tmaydi.